Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Aziz vatandoshlar, siz Rossiyada ishlayapsizmi? Hujjatlar bilan bog'liq muammoga duch keldingizmi? Biz sizga barcha rasmiy hujjatlarni tezkor va ishonchli taqdim etamiz. Xususan, registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление xizmatlari va Turkmaniston fuqarolari uchun 1 yillik ishchi vizasini tayyorlab beramiz. Hammasi qonuniy, tezkor va ishonchli. Hoziroq ekrandagi raqamlarga bog'laning. Diqqat, tezkor xabar. Rossiyada migrantlarni ishdan bo'shatish osonlashtirildi. Assalomu alaykum qadrli mehmon. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Rossiyada 1-martdan boshlab yangi qonun kuchga kirdi. Unga ko'ra, agar mintaqa migrantlarni yollashga cheklov yoki kvotalar qo'ysa, ish beruvchilar xorijiy ishchilarni ishdan bo'shatish huquqiga ega. O'zgarishlar mehnat kodeksiga kiritildi. Ilgari xorijiy ishchi faqat federal qonunlar, prezident farmonlari yoki hukumat qoidalari bilan belgilangan sabablarga ko'ra ishdan bo'shatilishi mumkin edi. Endi bunga mintaqaviy hukumat qarorlari qo'shildi. Bu shuni anglatadiki, agar mintaqa yoki hudud migrantlar soniga cheklov qo'ysa, ish beruvchilar bunga rioya qilishlari shart. Mintaqaviy kvotadan oshib ketish katta miqdorda 8 mingdan 1 million rublgacha jarimaga olib kelishi mumkinligini aytgan. AQSh Eron Isroil urushi o'zbekistonliklarni ham sarosimaga soldi. O'zbekiston TV Yaqin Sharqdagi keskin vaziyat yuzasidan bayonot berdi. Vazirlik tomonlarni vazminlikka chaqirib, harbiy, siyosiy hamda gumanitar jihatdan oldindan aytib bo'lmaydigan oqibatlarga olib kelishi mumkin bo'lgan xavfli keskinlashuvdan tiyilishga undadi. Bayonotda inqirozni xalqaro huquq normalari asosida siyosiy diplomatik vositalar hamda o'zaro maqbul muloqot orqali hal etish zarurligi ta'kidlangan. O'zbekiston mintaqaviy barqarorlik va xavfsizlikni ta'minlash tarafdori ekanini bildirib, vaziyat tez orada normallashishiga umid bildirdi. Yaqin Sharqdagi urush fonida 48 nafar o'zbekistonlik Doha aeroportida qolib ketdi. Qatar havo hududining vaqtincha yopilishi oqibatida Toshkentga qaytayotgan 48 nafar o'zbekistonlik Doha aeroportida qolib ketdi. Bu haqda mamlakatning Dohadagi elchixonasiga tayanib Dunyo axborot agentligi xabar berdi. Qayd etilishicha, Yaqin Sharqdagi so'nggi voqealar tufayli Qatarda bo'lib turgan 600 ga yaqin O'zbekiston fuqarosi orasida jabrlanganlar aniqlanmagan. 28 fevral kuni Qatar havo hududining vaqtincha yopilishi oqibatida Toshkentga qaytayotgan 48 nafar o'zbekistonlik Doha aeroportida qolib ketgan. Aviakompaniyalar favqulodda vaziyatlar sabab yo'lovchilarni mehmonxona bilan ta'minlay olmagan, biroq elchixona xodimlari zudlik bilan aeroportga yetib borgan. Muzokaralar natijasida O'zbekiston fuqarolari, jumladan ijtimoiy tarmoqlar orqali yordam so'raganlar vaqtinchalik mehmonxonalarga joylashtirilgan. Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xamenei Isroil va AQSh hujumlari oqibatida halok bo'ldi. Bu ma'lumotni Eron davlat televideniyesi tasdiqladi. Buyuk Eron xalqi, Eron oliy rahbari Imom Xamenei halok bo'ldi, deyiladi xabarda. Xamenei halok bo'lganligi tasdiqini topgandan so'ng Eronda 40 kunlik motam e'lon qilindi. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi Yaqin Sharqdagi vaziyatning keskin ravishda taranglashuvi va keng mintaqada yangi ziddiyatli holat yuzaga kelganidan jiddiy xavotir bildirdi. Bu haqda vazirlik matbuot bayonot berdi. Barcha tomonlarni vazminlikka da'vat etib, nafaqat harbiy va siyosiy, balki gumanitar jihatdan oldindan ko'rib bo'lmaydigan oqibatlarga olib kelishi mumkin bo'lgan xavfli keskinlashuvga sabab bo'ladigan keyingi qadamlardan tiyilishga chaqiramiz. Vujudga kelgan inqirozni xalqaro huquq normalari asosida siyosiy diplomatik vositalar orqali va o'zaro maqbul muloqot yo'li bilan hal etish maqsadga muvofiq ekanini ta'kidlaymiz, deyiladi bayonotda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Isroil va AQSh hujumiga javoban Eron ham Isroil va Yaqin Sharqdagi bir nechta nishonlarga hujum qilgani ortidan dunyo va mintaqa yetakchilari turlicha munosabat bildirgandi.